Ket. Qanchalik jahling chiqqan bo'lardi degan trendda hozir kamachorniy bilan olamiz. Qanchalik jahling chiqqan bo'lardi agar men seni pullaringni sendan so'ramasdan turib malagadir ishlatib yuborsam. Men jahlim chiqmas. Chiqadi, men jahlim chiqadi. Seni qanchalik jahling chiqadi agar men bir kun umuman svязda bo'lmay yo'qolib qolsam. O'shanda yomon jahlim chiqadi. Nimaga? Men tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada jahlim chiqadi. Nimaga? O'zi. Xavotir ham olaman. Hamshirasa milisiya topshirib yuborsam kerak, tadbirlar. Do'stim. Qiyomatli do'stim sanganman. Mingda seni qanchalik jahling chiqadi? Qatqadir yig'ilishga borsak-da, ovqat qilish menga ishonsangda, men ovqat qilib qo'ymagan bo'lsam. Sen ishonib topshirsanda qilamasang narsan. Birinchidan men senga ishonib topshirmayman u narsani. O'zim qilaman o'sha ovqatni undan ko'ra. Endi ishonib topshirsang, qilolmagan bo'lsam qanchalik. Men senga ishonib topshirmayman, bilaman-ku ovqat qilish bilmasligingni. O'zim qilib qo'ya qolaman undan ko'ra. Qanchalik jahling chiqadi? Agar men seni telefoningni olib, kerakli odamlardan aytishga qilib, blokka qilib tashlasam. Ma'qul. Kodini bilasan. Xohlaganingni qil. Qanchalik jahling chiqadi? Agar meni dugonalarim seni yomonlasa, men в ответ seni oqlamasam, yoningni olmasam. Men jahlim chiqmaydi. Do'jim masala meni hammaga oqlab yurishga. Sen do'jinsan, men hammaga oqlab yurishga. Oqlab yuraman. Sen o'zingdan shu jahling chiqmas ekan-da. Sendan nima jahlim chiqadi? Nima jahling chiqmaydi? Ne jahlim chiqadi? Hech qanday. Sendan qanaqa jahlim chiqadi, a?